Bir kunda masalan bitta 100 ta kesa olsa, unda 300 ta 400 ta kesa oladi bir kunda masalan. Hozir bu Xitoy aparat bilan buni germanskiy aparatingizni kesganda farqi bormi? Bo'ladi, baribir. Bu aparat nech pul turadi? Bunimiz ham 20 ming shunaqa. Bu aparat nech pul turadi? Bu 2800 ga olingan. Lekin germanskiy bilan italyanskiy bilan ishlamaydi-da. Buni italyanskiysi bor, bu masalan 2800 bo'lsa, u 9000 dollar. Chiqarib bera oladi. Mana Brauflar 10 ming dedi. Bir oyda. 10 ming qiladi. Endi ularki biznikidan kattaroq. Aytadi, men uylarda zo'r pul topsam, ota-ona olishim. 100 xil dizaynda razmer bersaydi, biz o'sha joyda 100 ta xonadonni bir oyda chiqarib beradigan mebelchi bo'lsa. Eng oxirgi muammo baribir sizda ham kadrga borib taqalyaptimi shunda? Assalomu alaykum aka. Siz kelib oldinglarmi? Zo'r rahmat. Yaxshimisiz aka? Vaqtingizni ozgina olamiz. Bemalol aka, bemalol. Assalomu. Shu bahona ish jarayonlarini ko'rib ketasizlar. Qilayotgan ishlarda. Qanaqa ketyapti? Mijozlarimizning buyurtmalari, albatta tanishib ketaylik. Ketyapti, xudo xolasa. Vaqtida topshiramiz. Remont bitishiga mebelni olib berib, undan xudo xolasa. Cho'zilib ketmaydi. Zo'r. Hozir biz Ahror Bey yaxshi bitta odatni shakllantirmoqchi bo'lyapmiz. Bilsangiz, biz nafaqat dizayn chizamiz, undan tashqari patkulich topshiramiz, binolar remont qilib, ta'mirlab, hammasini. Va o'sha ta'mirlash jarayonida ham materiallarni, ishlatiladigan mahsulotlarni eng sifatlilarini va sifatiga javob beradiganlar bilan ishlashni yo'lga qo'yganmiz. Endi u narsalarni biz YouTube'da ochib bermoqchi bo'lyapmiz mijozlarga. Ish qanaqa ketyapti, qancha vaqtda bo'lyapti, ishiga haqiqatan puxtalik bilan yondashyaptimi o'sha materialning egasi, narxi qancha, boshqa hamma savollarni to'liqroq qilib shu YouTube kanaliga joylashga to'g'risi ahd qildik. Hozir birinchi bizni material bo'yicha ishlaydigan hamkorimiz siz bo'lyapsiz. Ish jarayonlaringizni bir qator ko'ramiz. Agar obunachilarimizga ham qiziq bo'lsa, xudo xolasa, bemalol ko'ra olasizlar. Xudo xolasa. Ketaverdik. Mahsulotlarimiz kesilyapti. Kesilib turib kromkaga o'tadi. Nechta odam ishlayapti? Hop, hozir 10 tadan oshiq odam bor. 10 tadan oshiqmi? Hamma yoq mana shu yerda joylashgan, kiradigan xonalarimiz tepada. Bemalol. Etap-etap bo'linadi, etap-etap qilinadi. Ish 24 soatmi yo? Yo'q, hozir 24 soat emas. 12 gacha ish bo'ladi, 11-12 gacha. Ertaman 9 dan 11-12 gacha ish bo'ladi. Kompaniyat haqida, mebel sexingiz haqida ma'lumot bering. Qanaqa nom qo'ydingizmi yo endi boshlayapsizmi? Yo'q, endi boshlaymiz. Endi hozircha mebelga kirib qoldingiz. Blogim o'zi 15 yildan beri mebel bilan shug'ullanamiz. Instagramda blogimiz endi juda zo'r emas, Ahror mebel deb qo'yganmiz. Ahror deb. Endi hozir Instagram yurgizishga ham juda nima yo'q, chunki Instagramda zakaz olishimizga to'g'ri keladi. Uspet qilmay qolishimiz mumkin, eplolmay qolishimiz mumkin. Sexni yana ham kattaytiramiz. Xudo xolasa bu yoqqa mana bitta katta stanogimiz ham kelyapti. O'rniga bitta odam ishla oladi. Ishla oladi. Kuch kamayadi. Kamayadi, tezroq bo'ladi keyin. Bir kunda masalan bitta 100 ta kesa olsa, unda 300 ta 400 ta kesa oladi bir kunda masalan. Bir aparatlaringiz bilan tanishtiring bo'lmasa, bu qanaqa qayerdan kelgan? Atendotki Germaniyaning mahsuloti. Germanskiy bu. Germanskiy. Zo'r. Bu kesib beradi. Shu hozir kesib, o'zi kesib beradigan katta aparatimiz kelyapti. Xudo xolasa bir hafta 10 kun ichida kelib qoladi bu ham. Buni Xitoy ham bormi? Xitoy ham bor. Nima farqi bor ikkovi? Germaniyaniki kuchliroq. Keyin masalan Xitoyda 100 ta kesa olasiz bir kunda, buni 200-300 ta kesangiz bo'laveradi nima. Demak, soniga ham ko'proq. Kuchliroq. Narxi qancha buni? Bularga 15 ming qilgan. Hozir bu Xitoy aparat bilan buni germanskiy aparatingizni kesganda farqi bormi? Bo'ladi, baribir farqi bo'ladi. Qanaqa? Gonyasida farqi biz sezmaymiz, uni o'zingiz sezasiz. Millimetr razmerida farqi bo'lib qoladi. Millimetrga adashishi mumkin-a? Bu chekasiga yopishtirib beradigan aparat. Kesganda mana chekasiga yopishtiradigan aparat. Bu nima deydi buni? Kronka aparati. Kronkasi. Bitta mebel bo'lsa, polностью yopishtirasizlar. Orqa oldi farqi yo'q. Yopishadi, polni yopishadi. Ko'rinmaydigan bir nima tomoni, kuxnyalarda aslan yopishadiganni bu yopishtirsak
bug' bo'ladi baribir, par bo'ladi kuxnyada. Bu o'zi bug'ni nimani suvda o'tkazmaydi bular. Shuning uchun uzoq yil xizmat qiladi bular. Apparatingiz qayerga? Bu ham Germaniyaniki. Bu ham German. Faqat kronka yopishtirib beradi. Ha, faqat kronka yopishtirib beradi. Bir kunda necha metr kronka yopishtiradi? Bilishim bo'yicha mana 10 sekundda 1 metr yopishtiryapti. Bu degani 1 soatda 360 metr. O'rtacha. 5000 metr yopishtirsa kerak bir kunda yopishtira oladi. Bolalar aytadi, u to'xtab nima bo'lmaydi, ishlaveradi. Masalan, endi bu stanoy 300 ta 400 ta kesadi, unday bir qizishi bo'ladi stanoyda. Xitoydagi ham shunaqa. Lekin bu kronka apparat yopishtira oladi. Bu necha pul? Bu apparat necha pul turadi? Bunimiz ham 20 ming shunaqa. 20 ming. Qancha bo'ldi olganingiz? Bu ham yangilanadi xudo xolasa. Gul oy beradi. Ha. Ana, krashin deyiladi. Ha. Ichkari kompyuterda beriladi. Beriladi. Bo'ldi, yaxshi dizayn yoziladi, chiziladi. Bunga o'zi buyruq beradi, o'zi o'yib ketaveradi. Razmeri millimetrgacha joy kirgizib beradi, keyin bu qo'shni qilib o'yib beradi. Hozir buni aytgan narsangizni aytgan shaklingiz. adash ehtimoli bormi? Yo'q. Deyarli yo'q. Yo'q. Siz chizib qo'shni bersangiz, unga buyruqni bersangiz adashmaydi. Bu qanaqa apparat? Bu teshadigan apparat, perisadka. Bir-biriga kiritish uchun. Toshni tesh beradi. Rushnoy teshilmaydi, shunda teshiladi. Bu Xitoy shekilli. Ha? Bu Xitoydagi. Germanskiy u ham Ostanoy bilan kelyapti. Polni katta kompyuterning varianti bor. Shu kelyapti. Bu apparat necha pul turadi? Bu 2800 ga olingan. Hozir nimaga apparatlaringiz narxini so'rayapman? Mebel ochsam menga ham kerak bo'lib qoladi. Notinga bilib olaydi. Bir qilaman desangiz 100 mingdan oshiq nima qilay? Iloji bor Xitoydan kelgan. 200 da aytavering, 200. Xitoydan ko'ra baribir Germanskiy yaxshiroq. Masalan, men Moskvada ishlaganimda Xitoy olaveraylik derdim-da. Shefimga, boshlig'imga, arzonroq Xitoy olaveraylik, mana qiynalanyapmiz desam, yo'q derdi-da. Xitoydan olaman, 2 yildan keyin yana boshqa olishim kerakmi dedi. Uni buzilishi bor, boshqasi bor. Lekin mana shu Xitoy olganman, bitta lekin Germanskiy bilan italyanskiy bilan ishlamaydi-da. Buni italyanskiysi bor. Bu masalan 2800 bo'lsa, u $9000. Hozir shunda Ahrorbek mebelni noldan to tayyor bo'lish darajasiga chiqquncha shu 5 ta apparat bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Hamma mebelchilar shunaqa usulda ishlaydi. Hozir endi hammada ham ko'pda yo'q, to'g'ri-da. Endi usulga ham qilinadi. Sizdan oldin to'g'risi hali 5-6 ta mebelchi bilan gaplashdim. 4 tasini dardi aka bir joyda kestiraman, o'chirib uya, bir narsa dedi. Shu narsa bormi sizda? Emas, yo'q, bizda mana o'zimizda bo'lgani uchun o'zimiznikini birinchi qilib beradi. Mana shu narsa yo'q ularda. Ha, yo'q. Bu o'zi $15000 bo'lsa, shuni ham olishmaydimi ular? Nimaga? Ashunga nima qilaylik-da? Buni olgan bilan baribir kromkani olish kerak. Buni o'zini olganingiz bilan kromkangiz bo'lmasa, u foydasi yo'q. Kvadratura bo'yicha ishlaysizlarmi? Sizlar ham? Объем, Объем kvadratura. Bir oyda qancha anaqangiz kvadratura? Объемingiz. Necha kvadratgacha anaqa bera olasiz? Xo'p. 4 ta kvartira chiqarib, 4 ta 5 ta kvartira chiqarib bera olamiz. 5 ta endi 3 xonali kvartiradan hisoblang. 5 ta desangiz ham necha kvadrat bo'ladi uni mebeli? 80 dan hisoblasangiz, endi kvartirangiz o'zidan hisoblasangiz ham 400 bo'lyapti. 3 xonali nimangizdan bir oyda 4 ta 5 ta kvartira chiqarib bera olamiz. Mana Brauflar 10 000 dedi. Bir oyda. 10 000 kvadrat. Endi ularki biznikidan kattaroq. Zo'r joyda joylashibdi, yaxshi ekan. Chekkaroq. Endi joy hamma yoqqa udobniy joy. Materiallar bor. Eman bitta oldingi ko'chada eman o'zi. Sizlarning ham material Bu yerda olinadi. ko'p sexlar bitta joylashgan, shunaqa. Shunaqa. Ahrorbek, Moskvadan keldim dedingiz. Qancha bo'ldi? 4 yil Moskvada yurganman. 4 yil yurdingiz. 2024 kelganman. 2 yil bo'libdi. 2019 ketganman. Nima majbur qildi siz O'zbekistonga kelib ish qilishingizga? U yoq o'zi yaxshi emasmi? Yo'q, baribir u yoq yaxshi, baribir uzoq yurt. Ota-ona bu yoqda aka ish yaxshi, u yoqda zo'r ishlardik, hammasi joyida. Endi o'zimizda qilish niyat bor, ota-onani oldida baribir aka. Aytadi-yu, men u yoqda zo'r pul topsangiz ham ota-ona oldingizda bo'lmasa bir pul to'g'risi. O'zingiz ham
Ota-onani olib ketmadingizmi yo'q? Yo'q, ota-ona o'ylamaydi aka ketishga. Eksportni ham anaqa qilganmisizlar? O'yladinglarmi? Eksport endi xudo xohlasa hozir Tojikistondan chiqyapti, Zakaz. Qirg'izistondan, Bishkekdan nima qilyapti, shuni magazin qilaylik yo sex nima qilib filial qilib beringlar. Ularda nima qaytarib turibdi bizni mebellarda foydalanishdan? Yo'q, biz qaytaramaymiz. Biz hozircha u narsaga biz tayyor emasmiz aka. Nima sifat taraflama? Yo'q, sifat tarafga javob beramiz u narsasiga. Endi ishchi kuchi nimasini hisobiga hozir. Borib o'rnatish. Hozir bolalar tayinlanyapti aka, baribir shu mebelchilar kamroq. Shogirdlar tayinlanyapti. Hozir oldingidaqa masalan aka bitta odam biz masalan yillab shogird bo'lib tekinga ishlab yurgan bo'lsak, shu narsa qilgan. Hozir unaqa narsa yoshda kamroq aka to'g'risi. Mijozi pulni ko'tarmayapti. Yo'q, ishlaydi, oylig'ini beramiz. Endi shu narsa endi bola tezroq olsa o'ziga. Endi shundan mebelchini ko'paytirib olsak, keyin aka bemalol tashqariga olib chiqa olamiz. Ahror Bey, men Ahror mebeldan mebel olishim uchun nima sabablaringiz bor? Xo'p, bizniki tashqariga qaraganda sifatimiz bir xil. Kuchli nimalar bilan sifatni bir xil qilib beramiz. Qimmat, yaxshi furnituralar, sifatli furnitura, garantiyasi bor furnitura ishlatamiz. Endi bu ham anaqada, lekin o'lchovsiz so'z-u sifat. Chunki tashqaridan ko'ra arzonroq. Boshqa joydan sifatsiz narsa olmayman men ham, bu yoqdan ham sifatli olaman. Siz sifatdan tashqari yana nimalaringiz bor? Tashqaridan arzonroq. Endi narx bo'yicha. Narx ham shuda. Narxni ham o'lchay olmaymiz. Narxni ham o'lchay yo'q. Yana nimalar? Masalan, dizayn bilan hamma siz qilgan dizayn bilan ishlab bera olamiz. Keyin biz o'zimizda ko'p narsa tosh, kvars toshlar, akrit o'zimizdan chiqadi. Mana shu dizayn bo'yicha deganingizga haqiqatan dizayn bo'yicha ishlaydigan nimalar kam ekan. Dizayn bo'yicha ishlayman deydi, faqat render bo'yicha ishlaydi. Siz unga razmerlar tashlab bersangiz, revitlar tashlab bersangiz, bo'ldi, zo'r deydi-da, sizga ko'ppa tashlaydi, shuncha bo'ldi deydi. Xo'p, bo'ldi, ishni boshlang desangiz, nimasini bitta o'lchaylik deydi. Bo'ldi, borib haligi bergan hisobi bilan undan keyingi hisoblagan narsasi 30-40% gacha farq qiladi. Baraka topkur, senga shu farq qilmasligi uchun aniq razmerlar berdim. Birato'la kelib o'lchashing kerak edi desa, "Ya biz unaqa narsa yo'q-da bizda" deydi. Demaysizlar-da, razmer bo'yicha, dizayn bo'yicha o'lchaysizlar, narx o'zgarmaydi. Yo'q, narx o'zgarmaydi. Yaxshi, siz bergan dizayn hisoblab beramiz. Shu holat hisob nima narx ketadi. Endi biz o'zimiz ham bor, lekin o'lchanadi, dizayn bo'yicha qilinmaydi. Chunki mana boshida aytdim, mebelda bizda millimetr rol o'ynaydi aka. Biz hozir bitta juda ham katta narsani orzu qilyapmiz, maqsad qo'yganmiz o'zimizga, o'sha konveyer bo'yicha ishlashdi. Ya'ni bitta olganda bitta domni olsaydi, o'sha yerda aytaylik bir 100 ta xonadon bo'lsa, 100 ta xonadonni dizaynini chiqarib, aytaylik o'zimiz quradigan bo'lsak, dizaynini chiqarib, sizlarga biz 100 xil dizaynda razmer bersak. 100 xil dizaynda razmer bersaydi, biz o'sha joyda 100 ta xonadonni bir oyda chiqarib beradigan mebelchi bo'lsa, siz hozir mana aytdingiz boya 5 ta 6 ta kvartiragacha anaqa bera olamiz. Bizning ob'yomimiz shunchani deyapmiz. Lekin konveyer bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, siz 100 ta xonadonni polni mebeldan chiqarib berishingiz uchun sizga nimalar kerak bo'ladi? Ishchi kuchi. Birinchi o'rta ishchi kuchi. Menimcha apparatlaringiz ham yetkiza olmaydi. Yo'q, apparat yetkazib bera oladi. Ayshi hozir aytayapman, kelayotgan apparatimiz bemalol yetadi, uspet qiladi. Endi keladigan apparat. Masalan, hozir u apparatimiz anaqa bitta listda hozir 100 ta list abitgacha kesiladigan bo'lsa, u apparatda 100 ta list 1 soat, 1,5 soat ichida chiqadi. Ishchi kuchi deganingizda endi biz mebel ishchilarimizni nima nazarda tutyapman. Xudo xolasa sizlar mana shu ob'yomga chiqsanglar, biz ham shu ob'yomga chiqamiz, xudo xolasa. Qanday etaplaringiz bormi? Nimani o'ylagansiz? Biz aslida mana hozir shogird bolalar bor. Masalan, har bir 10 ta nima bo'lsa, har bir nimada 3 tadan, 2 tadan shogird bola bor. Shu bolalar o'zi yetishib boryapti. Ham ishlaydi, ham maktab bo'lyapti ularga. Asha bolalarimiz usta bo'lgandan keyin u bolalar keyin o'ziga yana oldiga shogird oladi, chiqaramiz. Shunda kengayoradi nimamiz. Chunki u shogird bolalarni o'zimiz tayyorlayapmiz, chunki o'zimizni sistema bo'yicha ishlayveradi. Hozir ko'chadan ko'p ustani olib kelasiz, masalan, siz aytgan dizayn bo'yicha ishlamaydi. Biz aslida dizaynlashni Moskvada o'rganib kelgan nima bo'yicha sistema bilan ishlayman bu yerda. Bu yerda ko'p nima standarti bor o'zini mebelda, masalan, qancha qilish kerak rubinasi standartlarni biz shu standart bo'yicha ishlaymiz. Bu yerda ko'pchilik unaqa ishlamaydi. Rasxod ozroq bo'lish uchun
gluvinadan qisqartiradi aka. Keyin modulda qaysidir o'zi отдельно yig'iladigan modullar bor u narsa. Uni shunaqa bitta, ikkita, uchtani bitta qilishadi. Shu hisoblari bilan ana shuning uchun men keldim, o'zimni sistemam bilan ishlayman, o'zim hozir shogirdlarim bor, sistemani o'rgatgan. Endi qolgan shogirdlar ham shu sistema bilan ketyapti. Endi ular o'rganib usta bo'lib chiqqandan keyin ularning oldiga yana bittadan, ikkitadan shogird qo'ysangiz, u bolalar ham usta bo'lib chiqqan, xudo xolasa shu narsa kengayadi. Endi sizda men o'sha 100 ta xonadonni mebelini qildirishim uchun qachon shogirdlaringiz tayyor bo'lishini kutishimga to'g'ri keladi? Yo'q, siz chetdan misol odam siz olsangiz bor u narsa, masalan, tashqarida hozir shogird bo'lib ketgan bolalar bor. 4-5 ta shogird bo'lib, Andijonda bor hozir 3 ta bola bor, Toshkent o'zida bor. Endi u ob'yomni qilsanglar, u ob'yom baribir dogovor qilinadi. Mo paytgacha bitguncha. Endi siz ham uni qanaqa bizda ba'zi joylarda bor aka, uy bit bo'lay degan paytda mebelchini chaqiradi-da. Uy bit bo'lay degan paytda. Uni o'zi mana remont boshlangan payt masalan mebelchini chaqirsa, baribir qaysidir narsa razmerigacha tayyor bo'lsa bo'laveradigan bo'ladi. Shu paytda biz ham nimamiz vaqtimiz yetadi bo'ladi odamga manchagacha qilib bera olmayman deymiz. Ahror-bey, joylaringizni ko'rdik, ish jarayonini ham ko'rdik. Yaxshi ketyapti. Xudo xolasa, jahonda standartiga mos qilib, vaqtini, sifatini, tezligini, hamma narsasini o'rniga qo'yib bersanglar, billa zo'r ishlar qilamiz, xudo xolasa. Klientlarni sizlarni ham uyaltirmaymiz. Chiroyli ishlar, o'zimiz ham ishimiz yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, yaxshilikda ko'rishaylik. Mayli. Rahmat, yaxshi qo'ling.